Yaraymichka? Sado aka, Keling Sabina. sifat nazorati bo'yicha отчет berishga keluvdim. Juda yaxshi qilibsiz Sabina. Как раз sizni kutib turuvdim. Sado aka, ertalab hamma bo'limni aylanib chiqdim. Stress bo'limi, yoqa bo'limi, o'rma, dokumentni hammasini nazorat qildim. Yaxshi. Kerakli joylarda ta'limot berdim. Yaxshi. Ta'limotlarni yangiladingiz. Yangiladim. Yaxshi Sabina, har kuni ertalab shu sifat nazoratini olib borasizlar. Birorta kichkinagina kamchilik chiqsa ham, uni alohida menejerlar bilan, ustalar bilan maslahat qilib, uni katta muammoga aylanmasdan oldini olib, ta'limotlarni yengillab berishingiz kerak bo'ladi. Nazorat faqat erta bilan qilinmayapti. Nazorat men kun bo'yi qilyapman. Yaxshi. Shuning uchun bezovta bo'lmang, hammasi joy-joyida. Yaxshi. Siz bo'lsangiz shu yerda nazoratda men doim xotirjamman. Shundoq davom etamiz. Nazoratni kuchaytiramiz, lekin susaytirmaymiz. Ayniqsa qiyin bo'limlar, to'qima, yoqa bo'limida nazoratni yanada kuchliroq qiling. Chunki yerda kichkinagina muammo ko'rinmas bo'lishi mumkin. Sabina, sizga rahmat. Kelgan joydan xuddi shunday davom etamiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi boring.